Qumtoshli turdagi uran konlarini izlash va qazib olish. Samarqandda atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik tomonidan o'tkazilgan xalqaro texnik yig'ilish ushbu masalaga bag'ishlandi. Hozir shu haqda. Mazkur anjumanda dunyoning 25 dan ortiq mamlakatlari vakillari, xalqaro ekspertlar, soha olimlari va mutaxassislari ishtirok etib, uran geologiyasi va qazib olishida ekologik xavfsizlik, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ilmiy tajriba almashish masalalari bo'yicha muhokamalar olib borishdi. Uchrashuvda asosiy e'tibor uran qidirish va qazib olishda ekologik xavfsizlik masalalari, xalqaro hamkorlik va ilmiy tajriba almashishga qaratilib, agentlik tomonidan ishlab chiqilgan xalqaro standartlar, xavfsizlik bo'yicha talablar, shuningdek ilmiy texnik ko'mak mexanizmlari, atom energetikasining tinch va barqaror rivojlanishi uchun qumtosh uran konlarini qidirish va qazib olish bo'yicha hamkorlikning ahamiyati alohida ta'kidlandi. O'zbekistonning uran qazib olish sohasida ilmiy va texnologik salohiyati muhim qadam sifatida e'tirof etildi. Texnik yig'ilishni aynan O'zbekistonda o'tkazilishi bejizga emas, qariyb 70 yildan beri O'zbekiston uran qazib oladi. Hurmatli prezidentimiz tashabbuslari va qarorlari bilan Navoiy uran davlat korxonasi Navoiy kometologik kombinatidan ajralib chiqdi va 2030-yilgacha Navoiy uran rivojlanish strategiyasi ishlab chiqildi. Fitch Ratings xalqaro kredit reytingini oldi, Sustainable Fitch agentligidan ESG bo'yicha reytingini oldi. Bundan tashqari Navoiy uran joriy yilda 300 million dollar yevro obligatsiyalarini jalb qildi. Xalqaro bozorda uran ishlab chiqarish bo'yicha yirik ishtirokchiga aylandi. O'zbekiston bugungi kunda dunyodagi eng yirik va eng muhim uran ishlab chiqaruvchilardan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda mamlakat barqaror ravishda 5 ta yetakchi ishlab chiqaruvchilar qatoriga kirdi va hozirda dunyodagi eng tejamkor va samarali uran qazib olish texnikasidan foydalangan holda ishlab chiqarishni faol ravishda ko'paytirmoqda va yangi konlarni rivojlantirmoqda. Shunday qilib O'zbekiston jahon uran ishlab chiqaruvchilari orasida muhim o'rin tutadi. Bu esa Markaziy Osiyoni jahon uran sanoatining asosiy mintaqalaridan biriga aylantiradi. Yig'ilish doirasida uran qazib olishning zamonaviy texnologiyalari, qumtoshli turdagi konlarni o'zlashtirishdagi ilg'or xalqaro tajribalar va innovatsion yondashuvlar muhokamasi ham o'rin olgan. Xalqaro anjuman yakunlari bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.